601 mavzu ekosistemaning tarkibiy tuzilmasi. Xo'p, yer yuzidagi dengizlar, daryolar, ko'llar, tog'lar, o'rmonlar va cho'llar tirik mavjudotlar yashaydigan joylardir. Muayyan muhitda yashovchi tirik organizmlar va jonsiz tabiatning majmuasi ekosistema deyiladi. Demak, ekosistema muayyan muhitda yashaydigan tirik organizmlar va jonsiz tabiatning majmuasi ekan. Xo'p, materiklar, okeanlar, ko'llar, o'rmonlar, o'tloqlar ekosistemalarga misol bo'ladi. Tabiatdagi barcha ekosistemalar birlashib biosferani hosil qiladi. Ekosistema atamasini 1935-yilda angliyalik olim Tensley tomonidan fanga kiritilgan. Uning fikriga ko'ra, ekosistemalar faoliyati moddalar almashinuvi va energiya oqimi bilan bog'liq bo'lgan tirik organizmlar va atrof muhitning fizik omillar majmuasidir. Demak, Tensley aytgan fikr ekosistemalar faoliyati moddalar almashinuvi va energiya oqimi bilan bog'liq bo'lgan tirik organizmlar va atrof muhitning fizik omillar majmuasidir. Ekosistema deyilganda o'lchami jihatdan xilma-xil modda va energiya almashinuvi orqali o'zaro bog'liq bo'lgan tirik organizmlar va anorganik tabiatning omillarining yig'indisiga aytiladi yoki tushuniladi. Ekosistemalar hudud jihatdan turlicha bo'lishi mumkin. Kichik ekosistemalar, mikroekosistema. Ularga mikrobli suv tomchisi, mikroorganizmlar va umurtqasiz hayvonlarga ega chirayotgan to'nka, ko'lmak suvi, akvarium va boshqalarni misol qilsak bo'ladi. O'rtacha darajadagi ekosistemalarga mezoekosistema deyiladi. Ularga olmali bog', dala, archazor o'rmon, hovuz, ko'l va daryolarni misol qilsak bo'ladi. Yerga ekosistemalar makroekosistema. Ularga okean, dasht, tayga, tropik o'rmon misol bo'ladi. Tog', cho'l ham misol bo'ladi. Global ekosistemaga biosfera. Ekosistemalar tabiiy bo'lishi mumkin, sun'iy bo'lishi mumkin. Sun'iy ekosistemalarni inson o'zi uchun yaratadi. Xo'p, ekosistemalarning tarkibiy qismi ikkiga bo'linadi. Muhit sharoitlari biotop va yer yuzidagi moddalarning davriy aylanishi hamda energiya oqimini ta'minlovchi 3 ta funksional guruhlar birlashib tirik organizmlar biosenozini tashkil topgan. Demak, ekosistemada ikkita qism bo'ladi: biotop bilan biosenoz. Biotop muhit sharoitlari, biosenoz tirik organizmlar. Biotop ma'nosi hayot, joy, yashash joyi degan ma'noni bildiradi. Nafaqat jamoaning egallaydigan joyi, balki shu jamoa hayotini belgilovchi muhit sharoitlarining o'zaro bir-biri bilan bog'liq kompleksidir. Tirik organizmlar o'z hayot faoliyati davomida muhitning abiotik shart-sharoitlari ekotopga o'z ta'sirini o'tkazib, uni biotopga aylantiradi. Xo'p. Biotop, misol uchun ekosistemaga misol qilib bitta o'rmonni misol qilsak, shu o'rmondagi tirik organizmlar, o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar, bakteriyalar hammasi ular biosenoz hisoblanadi. Shu o'rmondagi muhit sharoitlari, ularga tuprog'i, suvi, shamoli, nima jonsiz narsalar bo'lsa, ular biotopga misol bo'ladi. Biotop. Xo'p. Keyin ekotop degan bizda narsa ham bor. Ekotop degani muhitning abiotik shart-sharoitlari ekotop hisoblanadi. Abiotik shart-sharoitlari ekotop, abiotik shart-sharoitlariga ekotop deyiladi. Ekotop ekosistemaning abiotik muhiti. Abiotik degani jonsiz muhiti. Ekosistemaning jonsiz muhitiga ekotop deyiladi. Ekotop. Ekotopga qaranglar.
Notirik tarkibiy qismlari klimatop deyiladi. Klimatopga yorug'lik, harorat, namlik, havo kiradi va tirik organizmlar faoliyati natijasida hisoblangan edafatop tuproq kiradi. Ekotopni o'zi abiotik muhit edi, jonsiz muhit edi. Ekotopga klimatop kirar ekan. Klimatop nima desa, notirik tarkibiy qismlar. Ularga notirik, yorug'lik, harorat, namlik, havo kirsa, undan tashqari edafatop ham bor ekan. Edafatop degani tirik organizmlarning faoliyati natijasida hosil bo'lgan qismi hisoblanadi. Unga tuproq kiradi edafatopga. Ekotop tirik organizmlar tomonidan hali o'zgartirilmagan o'z tuprog'i iqlimiga ega ma'lum hudud hisoblanadi. Ekotopga vulqon otilishi natijasida paydo bo'lgan hududlarni va yangi paydo bo'lgan koral orollarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Tirik organizmlar tomonidan o'zlashtirilgan ekotop yoki ma'lum turdagi o'simlik va hayvon turlari yashaydigan hudud biotop deb ataladi. Biotsenoz biotopda yashovchi tirik organizmlar yig'indisi hisoblanadi. Yangi aytdik. Ekosistemaga o'rmonni misol qilgandik. Shu ekosistemada yashaydigan o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar, bakteriyalar, ular biotsenoz hisoblanadi. Biotsenoz xilma-xil tur tarkibi va soni bilan har xil turga mansub tirik organizmlar o'rtasidagi munosabat hamda tirik organizmlar va tashqi muhit omillari o'rtasidagi turli-tuman o'zaro munosabatlarni ta'riflaydi. Ekosistemaning yashil o'simliklari fitosenoz, yashil o'simliklarga fitosenoz deyiladi. Quyosh energiyasi hisobiga fotosintez jarayonida hosil qilgan organik birikmalarni hayvonlar, ikkinchi nomi zootsenoz uchun oziqa hisoblanadi. Buni bilamiz. O'simliklar hosil qilgan organik birikmalar hayvonlar uchun oziqa hisoblanadi. Zamburug'lar, ikkinchi nomi mikotsenoz, mikroorganizmlar mikrobiotsenoz, organik qoldiqlarni mineral moddalarga parchalab tashqi muhitga qaytaradi. Xo'p, fitosenoz nima degani? Ekosistemaning yashil o'simliklari. Zootsenoz nima degani? Ekosistemaning hayvonlari. Mikotsenoz nima degani? Ekosistemaning zamburug'lari. Mikrobiotsenoz nima degani? Ekosistemaning mikroorganizmlari hisoblanadi. Tabiatda organizmlar o'rtasidagi oziq orqali bog'lanishlar hisobiga moddalar va energiyaning tashqi muhitdan tirik organizmlarga o'tishi, ulardan esa yana organik tabiatga qaytishi sodir bo'ladi. Ekosistemalardagi modda va energiyaning aylanishi birlashib, biosfera darajasidagi modda va energiyaning global aylanishini ta'minlaydi. Biotsenoz tarkibidagi barcha tirik organizmlar 3 ta funksional guruhga kiradi. Demak, ularga produsen, konsumen, redutsen. Xo'p. Ekosistemada yashaydigan tirik organizmlar 3 ta guruhga bo'lar ekan: produsen, konsumen va redutsenlar. Bu guruhlar ekologik xususiyatlari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Ular tarkibiga muayyan ekosistema uchun xos bo'lgan har xil turlarning populyatsiyalari. Produsen yaratuvchi degan ma'noni bildiradi. Organik birikmalarni hosil qiluvchilar, ya'ni avtotrof organizmlar bo'lib, anorganik moddalardan organik moddalarni sintezlaydi. Bu guruhga yashil o'simliklar, fotosintezlovchi va xemosintezlovchi bakteriyalar kiradi. Konsumen iste'mol qilaman degan ma'noni bildiradi. Iste'mol qiluvchilar heterotrof organizmlar bo'lib, tayyor organik birikmalar bilan oziqlanadi va oziq tarkibidagi energiyani oziq zanjiri bo'ylab uzatadi. Oziq zanjiridagi organik birikmalarni hosil qiluvchilardan iste'mol qiluvchilarga bosqichma-bosqich modda va energiyaning uzatilishi organizmning ketma-ketligidir. Uzatuvchi organizmning ketma-ketligidir.
konsumentlarga barcha hayvonlar va parazit o'simliklar kiradi. Redutsen lotincha qaytaraman, tiklayman yoki destruktor lotincha parchalayman degan ma'nolarni bildiradi. Ular heterotrof organizm bo'lib, organik birikmalarni anorganik moddalarga parchalaydi. Ularga saprofit, bakteriyalar, zamburug'lar kiradi. Saprotroflar qoldiq organik birikmalar bilan oziqlanib, ularni mineral moddalarga parchalaydi. Hosil bo'lgan mineral moddalar tuproqda to'planib, qaytib yana produktlar tomonidan o'zlashtiriladi. Shunday qilib, biotinoz produsen, konsument, redutsenlardan tashkil topgan bu guruhlarning hayoti bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Xo'p. Sayyoramizdagi ekosistemalar juda xilma-xil. Kelib chiqishiga ko'ra ekosistemalar quyidagi guruhlarni farq qiladi. Tabiiy ekosistemalar. Bu turdagi ekosistemalar biologik o'zgarishlar insonning bevosita ishtirokisiz bo'ladi. Bularga tabiiy ekosistemalarga misol qilib dengiz, ko'l, daryo, o'rmon va boshqalarga misol bo'ladi. Tabiiy ekosistemalar tabiat omillari ta'sirida shakllanadi va rivojlanadi. Sun'iy yoki antropogen ekosistemalar inson tomonidan yaratilgan va inson ko'magida faoliyat yurita oladigan ekosistemalardir. Bu guruh ekosistemalarga agroekosistemalar, urban ekosistemalar ikkinchi nom shahar ekosistemalar misol bo'ladi. Tabiiy ekosistemalar bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, bu xususiyatlar ularning uzoq muddat davomida barqarorligini ta'minlaydi. Bu xususiyatlarga ekosistemalarning o'z-o'zini yaratish, barqarorligi, o'z-o'zi boshqarish, rivojlanish va ekologik suksessiya, ekosistemalar almashinishi kabilari kiradi. Demak, tabiiy ekosistemalar bir qator xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar ularning uzoq muddat davomida barqarorligini ta'minlaydi. Bu xususiyatlarga ekosistemalarni o'z-o'zini yaratish, barqarorligi, o'z-o'zini boshqarish, rivojlanish va ekologik suksessiya, ya'ni ekosistemalar almashinishi kabilari kiradi. Bu tabiiy ekosistemalarning xususiyatlari. Tabiiy ekosistemalar turlarining xilma-xilligi bilan ta'riflanadi. Tabiiy ekosistemalardagi hayotiy jarayonlarning amalga oshishi va ularning shakllanishi inson faoliyatiga bog'liq emas. Tabiiy ekosistemalar 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi quruqlik ekosistemalari, chuchuk suv ekosistemalari va dengiz ekosistemalari. Quruqlikdagi ekosistemalar juda xilma-xildir. E'tibor qilamiz. Bir xil iqlim mintaqasida joylashgan ekosistemalar yig'indisiga biomlar deb nomlaniladi. Biomlar quyidagi turlari farqlanadi. Arktika tundrasi bitta biom, Alp tundrasi yana bitta biom, Shimoliy ignabargli o'rmon yana bitta biom, mo'tadil iqlimli o'rmon biom, dasht, sahro, tropik o'rmonlar kiradi. Chuchuk suv ekosistemalari boshqa ekosistemalariga nisbatan kam hududlarni egallashiga qaramay, ularning ahamiyati juda katta. Barcha chuchuk suv ekosistemalar tuzilishiga qarab 3 ta guruhga bo'linadi. Oqmaydigan suv havzalar, bularga ko'l, hovuz. Oqadigan suv havzalar, bularga daryo, soy, buloq, botqoqlar, buloq kiradi. Botqoqlarning o'zi alohida. 3 ta guruhiga. Oqmaydigan, oqadigan va botqoqlar. Dengiz ekosistemalar, ochiq dengizlar, okeanlar kiradi. Kontinental shelflar, ko'rfazlar,
bo'g'ozlar, daryolarning quyilish joylari, limonlar kiradi. Dengiz ekosistemalari yer sharining 70%ni egallaydi. Sun'iy ekosistemalar, ya'ni antropogen ekosistemalar tarixiy rivojlanish davomida inson tabiatni o'z maqsadlari yo'lida o'zgartirib borgan. Insonlarning xo'jalik maqsadlari tabiiy ekosistemalarning antropogen ekosistemalarga qisman almashinishiga olib kelgan. Urban ekosistemalar, agroekosistemalar ular insonning xohishlariga ko'ra yaratiladi, saqlanadi va boshqariladi. Sun'iy ekosistemalar o'z-o'zini boshqarmaydi. E'tibor beramiz. O'z-o'zini tiklay olmaydi. Insonning ta'sirsiz uzoq muddat mavjud bo'la olmaydi. Ular faqatgina quyosh energiyasidan foydalanibgina qolmay, inson tomonidan beriladigan qo'shimcha energiya manbalaridan ham foydalaniladi. Akvarium, gul, o'tkazilgan tuvaklar sun'iy ekosistemalarning kichik modelidir. Urban ekosistemalar, lotincha shahar, inson tomonidan sun'iy yaratilgan va boshqariladigan ekosistema sanaladi. Bunday ekosistemalarga shaharlar, shaharchalar, qishloqlar misol bo'ladi. Agroekosistemalar, agros dala, insonning qishloq xo'jaligi sohasidagi faoliyati natijasida yuzaga keladigan sun'iy ekosistemalardir. Bularga dalalar, bog'lar, tokzorlar, tomorqalar misol bo'ladi. Agroekosistemalar agrosenozlar deb ham ataladi. Ular doimiy ravishda inson tomonidan boshqariladi. Ular bir yoki bir necha hayvon zotlari, o'simlik navlarining yuqori hosildorligi bilan ta'riflanadi. Agroekosistemalar faqatgina quyosh energiyasidan foydalanadigan tabiiy ekosistemalardan farq qiladi. Bu ekosistemalarda o'g'itlash, sug'orish ishlari amalga oshiriladi. Agroekosistemalar kerakli mahsulotlarni yetishtirib beradi, mazkur mahsulotlarni tovarlarga aylantiradi va iqtisodiy rivojlanishga zamin yaratadi. Agroekosistemalar hosildorligini oshirish uchun ko'p miqdorda yoqilg'i, kimyoviy moddalar, texnikalardan foydalanish uchun energiya sarflanadi.